Hammamizni uyimizda bor bo'lgan toster nonlaridan shunaqangi noodatiy, judayam mazali, og'izda eriydigan nonushta tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun toster nonlarimizni olib, chetlarini mana shunaqa kesib chiqamiz va alohida idishchaga ozgincha ketchup va ozgincha mayonez solib sous tayyorlab olamiz. Keyin o'sha tayyorlagan souslarimizni har bir sloy toster nonlarimizni ustiga surib chiqamiz. Kolbasa va sirlarimizni ham kesib olamiz. Kolbasa farqi yo'q, xohlasangiz doktorskiy, xohlasangiz kopchonniy, uyingizda qanaqasi bo'lsa ham bo'veradi. Sir esa yaxshi eriydigan sir bo'lsa bo'ldi. Uyimizda bor mahsulotlardan foydalanamiz. Keyin esa har bir toster nonlar ustiga kolbasa va sirlarimizdan bir donadan qo'yib chiqamiz va ustiga yana ikkinchi toster nonlarimizni yopamiz. Ikkinchi toster nonlarimizni ham yopganimizdan so'ng biroz yengilgina ustidan mana shunaqa bosib qo'yamiz. Bu bir-biriga hammasi yopishishi uchun. Keyin esa alohida idishga 3 dona tuxum, ozginchagina sut va biroz tuz solib, mana shunaqa quymoqli massa tayyorlab olamiz va oldindan tayyorlagan toster nonli sendvichlarimizni quymoqli massamizga yaxshilab botirib, hamma joylarini bulg'ab olamiz. Keyin o'rtasidan mana shunaqa kesamiz, bu yeyishda udobniy bo'lishi uchun. Keyin ozgincha sariyog' solib, skоворodkada ikkita tomonini yaxshilab qizartirib, qovurib olamiz. Nomiga ustidan yengilgina bossangiz, yanada sirlari bir-biriga erib yopishadi. Keyin esa qizartirib olgan toster nonlarimizni o'zimiz xohishimizga ko'ra chiroyli qilib bezatib dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Qizlar, buni albatta sinab ko'ringlar, shunaqangi og'izda eriydigan mazali nonushtamiz ham tayyor. Endi bolajonlarimizga ham buni pishirib maktablariga kuzatsak ham bo'laveradi.